Assalomu alaykum, hurmatli baliqchilar, baliq ov ishqibozlari. Men yana bitta narsani sizlarga aytib qo'yishim kerak. Ko'pchilik baribir yangi baliqchilar bilishmaydi bu narsani. Mana bu qaranglar, katushkani asosan leskani ko'pchilik aytadi, leskam kesilib ketyapti, uzilib ketyapti deydi. Asosan mana bitta mana katushkani mana bunaqa joyidagi roligi bo'ladi. Mana bu narsa yana Mana ko'ryapsizmi? Mana joyi chuqurcha bo'lib kesilib ketgan. Shu joyga pletyonka yoki leska kiradida, qisilib qolib shu joydan yedirilib, uzilib ketaveradi. Bunaqa bo'lmasligi uchun katushkalar har zamonda bir oydami ishlatishlarga bog'liq. Mana bu nimasini yechsanglar, mana bu nimasi chiqadi. Ichini ochib, mana buni ichini tozalab, artib tashlab, buni latta bilan paxta yaxshilab artib tashlab, boshqatdan smaska surib qo'yish kerak bunga. Keyin joyiga qo'yib tekshiringlar yana. Bunda anaqani qo'yib, pletyonkanimi, leskani qo'yib, bunda aylanishi yumshoq bo'lishi kerak, aylanish kerak. Bo'lmasa, mana nimalari kesib ketadi. Bu bitta sababi. Ikkinchisi, mana bu nimalarda ichida keramikasi bor, eng tepasi. Shunga ham har doim keramikalarga ahamiyat berishinglar kerak. Mana bitta keramikasi ko'pchilikniki tushib qoladi-da, ishlatib yuraveradi. Temirda kesilib ketib qoladi. Bu yoqda pastida luboy keramikasi chatnagan bo'lishi mumkin, singan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga leska yoki pletyonkalar uzilib ketadi-da, keyin bu firmani leskasi yaxshi emas ekan, pletyonkasi yaxshi emas ekan deb noto'g'ri xulosaga kelasizlar. Keyin yana bitta maslahatim, katushkani o'zingizlar moylaganinglarda hech qachon mana bu nimalarga moy surmang. Bu sizlarga hech qanaqa ish bermaydi. Absolutno. Bu yerda mana qum yig'ib, ko'ryapsizlar, mana qum musor bo'lib yotibdi. Ahamiyat bersanglar. Bu yerga moy surmanglar, solidor moy. Takji mana bu o'qiga ham surish kerak emas. Mana bu o'qiga moy surish kerak emas. Bu joylariga ham surish kerak emas. Mana moylanganda mana bu joyi yechiladi, krishkasi ochib, ichidan tozalab, ichida bir yilda bir marta buni tozalab anaqa qilib turish kerak. Ichida nega deganda mana bu alyuminiy nimalardan askolkalar chiqadi-da. Cheti sinib qoladi usiklarida, keyin bu yomon ishlashiga sabab bo'ladi. Qirsillagan ovozlar chiqadi. Shuning uchun moylaganda shu joydan moylansa, o'zi mana bu kirib chiqib ishlaganida katushka o'zi smaska qilib turaveradi mana bu joylarini. Shunga ahamiyat beringlar. Mana bu nimalarga moy surish keragi yo'q, mana bu ichlariga. Nega deganda bu bitta joyda turadi-da, mana bu nimalar. Roliglar asosan bu bitta joyda turadigan narsa, aylanadigani mana bu mexanizm ishlaydi. Bunga moy surganingizlar sizga umuman hech qanaqa foyda bermaydi. Undan keyin shu leskani uzilishiga, nima qilishiga o'zingizlar yana anaqa qilinglar, yana o'zingizlar bilasizlar, aytayotgan gapim. Ko'p nimani sifatsiz deganinglar u xato. Agar to'g'ri ishlatsanglar, har zamonda mana bu roligini artib tozalab, boshqatdan smaska qilib, moy surganda ham ko'pchilik moy bo'lmaydi-da, paxta yog'imi, semichka yog'imi surib, bu xato. Bu chirtga o'xshab kilega aylanib ketadi u narsada. Keyin uni ketkizib bo'lmaydi. Benzin ham, solyarka ham, anaqa ham ketkiz olmaydi. Shuning uchun surganda faqat sifatli solidol, mana sizlarga ko'rsataman. Mana qattiq jo'ski solidol bor. Mana bunaqa oq, sariq, mana shunaqadan suringlar. Ichiga, faqat ichiga, bu joylariga, shpulyasiga, bu mana joylariga, bularga keragi yo'q, absolutno. Rahmat e'tiboringlar uchun.